Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar, xormonglar. Bugun xudo xolasa 2-fevral 2026-yil Urganch dehqon bozorindagi arzon jenskiy kiyim-kechaklarni navbatdagi obzorni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Xudo xolasa andijonlik bola nomi bilan mashhur bo'lgan Jamoliddin ukamizni mestasına yetib keldik. Xudo xolasa faqat bir kun, obunachilar diqqat bilan eshitinglar. 3-fevral kuni, ya'ni 2-kun bo'ladi, seshanba kuni bo'ladi. Shu ko'rib turgan duvoykalaringiz obunachilar 65 ming so'mdan skidga qo'yiladi. Faqat bir kun bo'ladi, ulgurib qolasizlar degan umiddaman hurmatli akalarimiz, singillarimiz. Birinchi navbatda Jamoliddin ukamizni mestasini sizlarga tushuntirib o'taman, qaranglar. Oldimizda Urganch dehqon bozori birinchi zakriti bo'ladi. Bugun birinchi kun syomka qilib turibmiz. Shuning uchun bozor ilik obunachilar birinchi zakritini yon boshida avtobusning stoyanka tarafi o'tadan xod bor, qator bor obunachilar. Shu darvozadan chiqqanlaringiz bilan avtobusning stoyankaga yetmay shu yerda o'ng taraflaringizda sotib turibdi. Xudo xolasa finashera skidkalik kiyim-kechaklarning hammasini ertang 2-kun yoyib ko'rsatadi ekan Jamolbek ukamiz. Qaranglar, 13-9 avtobusning to'g'risindagi darvozani yonida bo'ladi. Asa, bossimiz gapni cho'zib o'tirmay. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jamoliddin, mikrofonda olib berasiz. Uzr. Nechkisiz endi? Zo'r va charcharay. Sog'lik yaxshimi? Hurmatli obunachilar. Ne yangiliklar qilib tursiz endi? Yangilik zo'ri. Inshaalloh yangilik zo'r. Mana ko'ngillar bir qator olaverasiz. Xudo xolasa o'tgan zaman 65da 2 marta olib keldik. Yana olib keling, yana olib keling. Ogajonim bu safar mana bir xilmas 3-4 xildan olib kelib qo'ydi. Materialini ko'rsataverasiz. Qalin bambuk bo'ladi. O'ta kachestvali, konkretni. Anorgulliklarimiz bor mana. 65 ming so'mdan. Panolarimiz bor, mana uzun kiyamiz deganlar kalta deyishdi, mana uzundan ham olib kelib qo'ydi. 75-70 sotilgan ogajonim. Faqat ertaga 3-fevral haftaning 2-kuniga mashlarni saylab 65 ming so'mdan olib ketishaveradi. Shundan 65 ming so'm. Kelishaveradi. Bugun birinchi kun bo'lgani uchun tovarlarni shu kam chiqarib qo'ydilar. Ertaga xudo xolasa 2-kundan boshlab shu ko'rib turgan qatorimizni polni 65 ming so'mlik go'ynaklar bo'ladi. Hammasidan xudo xolasa yetkazib beramiz. Undan tashqari shu ko'ylaklarimizddan ham bor, obunachilar biladi. Yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa aktiv bo'lib turasizlar. Bundan zo'rlarni ham inshaalloh qilib beramiz. Tushunarli. Biroz yangiliklarga yana obunachilar bemalol xudo xolasa mushkoylar ham bor, ha? Mushkoylar ham bor. Mushkoy kiyim-kechaklar ham bor, hammasi arzon narxda. Jamoliddin ukamizni ko'pchilik yurtdoshlarimiz taniydi. Hamma vaqt chiqarib kelaman. Kommentariyada ham yozgan edingizlar. Jamoliddin chiqaring deb. Xudo xolasa ertang 3-fevral kuni Urganch dehqon bozori galaverasida obunachilar zo'r skidkalarni qilib beradi Jamolbek ukamiz.